ning odili va unday adolatli inson qaytib dunyoga kelmagan ulug' sahobiylardan, jannatda bashorat qilingan zotlardan, xulofoi roshidlarni, xalifalarning ikkinchisi bo'lmish Umar ibn Xattob roziyallohu anhu haqlarida. Muhtaram azizlar, Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 10 ta jannat bashorat qilingan zotlarning birlari edilar. Xulofoi roshidlarning albatta ikkinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng suyukli sahobalaridan biri edilar. U zotning to'liq ismlari Abu Hafs Umar ibn Xattob ibn Nufayl al-Adavi al-Qurayshiydir. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni Faruq, al-Faruq, ya'ni haq ila botilni ajratuvchi deb ataganlar.